هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 80. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn-i Kethir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 80. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbim men qabremge oňuşlyk kirgizgen, qabremden oňuşlyk çıkargan, maňa dergahyňdan haqqy ýardam berdigan kuvvet ata kılgan degen. Hakikat yani İslam geldi. Batıl yani küfür yok oldu. Batıl hakikaten oňay ýokludy degen. Hicret kılışqa buyuruş doğrusuda. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam Mekke'de idi. Allah Teala onu hicret kılışqa buyurup bu ayetini düşürdü. Rabbim meni oňuşlyk kirgizgen, oňuşlyk çıkargan, maňa dergahyňdan haqqy ýardam berdigan kuvvet ata kılgan degen. Hasan Basri bu ayetning ma'nisi haqida mundaq dedi. Mekke'nin kafirleri Peygamber aleyhisselamını öldürüş yoki onu qoğlap çıkarış ve yoki onu bağlap koyuş için plan tüzüşkende Allah Teala ulanı öldürmekçi bulup Peygamber aleyhisselamını Medine'ye çıkıp ketişki buyurup bu ayetini düşürdü. Rabbim meni oňuşlyk kirgizgen, oňuşlyk çıkargan, maňa dergahyňdan haqqy ýardam berdigan kuvvet ata kılgan degen. Qatada Allah Teala'nın Rabbim meni oňuşlyk kirgizgen degen ayetiniň ma'nisi haqida, yani Medine'ye kirgizgen, oňuşlyk çıkargan degen, oňuşlyk çıkargan degen ayetiniň ma'nisi haqida Mekke'den çıkargan degen boludu dedi. Bu vaqtda Abdurrahman ibn Zeyd ibn Aslam şundaq dedi. Maňa dergahyňdan haqqy ýardam berdigan kuvvet ata kılgan degen. Bu ayetning ma'nisi haqida Hasan Basri Allah Teala bu ayette Peygamber aleyhisselamga Parisning padişahlygyny ve onun izzetini elip Peygamber aleyhisselamga berişke, Rum'nun padişahlygyny ve onun izzetini elip Peygamber aleyhisselamga berişke va'da kıldı dedi. Qatada bu ayetning ma'nisi haqida Peygamber aleyhisselam tapşırılgan buyrukni orunlaş üçün Allah Teala'nın dergahidan berildigan kuvvet bolmaydigan bolsa, özü de yeterli kuvvetinin yoklukını bilgenden keyin Allah Teala'dan Kur'an'ni, Allah Teala'nın belgilemelerini, onun perzlerini ve onun dinini turguzuş üçün haqqy ýardam berdigan kuvvet verişini soraydı. Çünkü bu kuvvet Allah Teala'nın bendiler arasında kılgan rahmetidir. Nevada muş kuvvet bolmasa idi, elbette nevada muş kuvvet bolmasa idi,
Albatta, ba'zilarga hujum qiladi va kuchliklar ojizlarni yeb ketgan bo'ladi, dedi. Haqiqat bilan yana uningga dushmanlik qilgan va qarshi chiqqan kishilarga quvvatini ishlatadigan odam bo'lish lozimdir. Şuna Allah Teala mındak dedi. Biz hakikaten peygamberlerimizni roşan mucizeler bilen evettik ve ula bilen billa insanlar adaletini berpa kılsın dep kitapni, kanunu düşürdük. Tömürni yarattık. Tömürdün uruş kuralları yasıldığanlığı için tömür güç kuvvetini öz içine algan. Tömürde insanlar için nurgun menfaatler var. Allah'ını kövmey durup, Kur'anlarını işiltip, Allah'a ve peygamberlerine yardım bergenlerini biliş, ma'lum qilish uchun tömürünü yarattı. Allah hakikaten güçlüktür, g'olibdir. Qurayshning kafirlariga qilingan tahdid. Hakikat yani İslam keldi. Batıl yani küfrü yo'qoldi. Batıl hakikaten ona yo'qoldi degan. Bu Qurayshning kafirlariga qilingan tahdiddir. Çünkü ularga Allah Teala tarafından Peygamber aleyhisselam bilen evetilgen Kur'an iman ve faydalı ilimden ibaret şek bulmagan ve ularga burun kelip bakmagan hakikat geldi. Haksızlık yo'qoldi. Çünkü haksızlık hakikatning qishida putirab turolmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Biz haq orqali batılga hujum qilamiz. Haq batılni yo'qotdi. Batıl nagahan yo'qoldi. İmam Buxoriy İbn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Makka kirganda Kabe'nin içinde 360 tane but bor edi. Payg'ambar alayhisalom qo'lidagi tayoq bilan ularni noqib. Hakikat İslam geldi. Batıl yani küfür yo'qoldi. Batıl hakikaten ona yo'qoldi. Batıl birer mahlukni paydo qilolmaydi. Yo'qolgan birer mahlukni asli keltirolmaydi dedi. Biz mu'minlarga yani ularning dillariga şifa ve rahmet bo'ladigan Kur'an ayetlerini nazil qilamiz. Kur'an kafirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Yani ular Kur'an'ni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi aşıdı. Kur'an'ның şifa ve rahmet ekanligi. Allah Teala aldın mı, arkasıdın mı? Allah Teala aldıdın mı, arkasıdın mı? Yani hiç qaysı taraftan batıl yüzlenmeydiğen hikmet bilen iş qilguvchi medhiga layık Allah tarafından düşürülgen Kur'an'dan ibaret Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a düşürgen kitabından haber verip şeksiz o müminlerge şifa ve rahmet bulunduğun Kur'an'dır dedi. Yani ulanın dillerdeki şek, münafıklık, şirk keltiriş ve azgınlıktan ibaret kesellerini sakaytıdır. Kur'an muşu kesellerinin hemmesine şifadır. O yine içinde iman, hikmet, yaxşılıkni izletiş ve onunla rağbetlendiriş babı olan rahmettir. Kur'an fakat özüge iman etkan, işengen ve ergeçken kişiler bütünla rahmet ve şifadır. Ama özüge uval kılgan kafirler olsa Kur'an'ı tanışıgan sırı Kur'an'dan teximi yıraklaşıdır ve kafirliğe teximi batıdır.
Kafirning mushundaq bo'lishining sababi kafirligidan chiqqandir. Hergiz Qur'ondan emasdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ayni shular yiroqdan nido qilinguchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu ya'ni sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, her surada yeni delil ispatlab bo'lganligi uchun bu yeni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kesal bala ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqda texmi avzaylidi, azvaylidi. Texmi gumrahlaştı. Ular kafir peti öldü. Bu vaqt kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kafirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi aşıdır. Qatada bu ayetning ma'nosi haqida mu'min Qur'onni anglasa, uningdan foydalanadi. Uni yada oladi va uni tushunadi. Ammo kafir Qur'onni anglasa, uningdan foydalanmaydi. Uni yodga olmaydi va uni tushunmaydi. Chunki Allah Teala bu Qur'onni faqat mu'minlar uchunla şifa ve rahmet qilib berdi dedi. İnsonga turlik ne'matlarni bersak, Rabbining ibodatidan yuz o'riydi. Cho'ngchilik qilib Rabbidan yiroqlashidi. Uningga biror ko'ngilsizlik yetsa, Allah'ın rahmetinden meyuslanıp ketidi. Her adam hidayet ve gumrahlıkta öz yolu boyunca iş kılıdı. Rabbinla kimning to'g'ri yo'l ekanligini obdan biladi. İnsanning xo'shallik va ko'ngilsizlikdagi mijoz odati. Allah Teala bu oyatda özü saqlab qolgan odamdan boshqa insonlarning xo'shallik va ko'ngilsizlik vaqtlarida ko'riladigan kamchiliklaridan xabar berdi. Chunki Allah Teala uningga mol dunyo, salomatlik, shaharlarni istiloh qilish, rizq berish, yordam berish va undan boshqa arzu qilgan narsalarini berishdek ne'matlarni bersa, u Allah Teala'ga bo'ysunishdan va uninga ibodat qilishdan yuz o'riydi va cho'ngchilik qilib Rabbidan yiroqlashidi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: insonga biror ziyon zahmat yetsa, yotsiydi, o'ltirsidi, tursidi, uni dab'i qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tirib etsak, go'yo uni ko'tirib yetishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Allah
sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman esen quruq chiqarganda yüz öğreysizler. Yani ixlasinglar tugab, avvalgi holtinglarga qaytib olasizlar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Onunğa birer ko'ngilsizlik yetse, Allah'ın rahmetinden meyuslanıp gidiyor. Yani onunğa birer musibet ve kelişmezlik kelse, o bana bunundan keyin yaxshilik kelmagidek deb meyuslanıp gidiyor. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Eğer biz birer insanga rahmetimizni tetitsak, yani nimetimizni bersek, ondan onundan tatib alsak, o çokum Allah'ın rahmetinden ümitsizlenip gidiyor. Küfranı nimet kılıdı. Eğer biz pekirlik, kesellik, qattiqchilik qatarlıq balalarga mubtala qılgan bolsak, balalarga mubtala qılgandan keyin onunğa nimetimizni tetitsaq, o çokum menden balalar kötürülüp ketdi, emdi kemmeydi dep şek şübhisiz hoşallanıp, mağrurlanıp gidiyor. Fakat balağa uçurğanda sabır qılgan, nimetki yoluqqanda, yaxşı işlarni qılgan kişiler yaxşılardır. Ularning gunohi mağfiret qılındı. Ular ahirette çoğ mükafatga erişidir. Her adam hidayet ve gumrahlıkta öz yolu boyunca iş kılıdı. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin manisi hakkında her adam hidayet ve gumrahlıkta öz hayişi boyunca iş kılıdı deganlikdir dedi. Mücahid her adam hidayet ve gumrahlıkta öz tabiiti boyunca iş kılıdı deganlikdir dedi. Qatada her adam hidayet ve gumrahlıkta öz niyeti boyunca iş kılıdı deganlikdir dedi. İbn Zeyd her adam hidayet ve gumrahlıkta öz dini boyunca iş kılıdı deganlikdir dedi. Bu ayetki berilgen bu ma'nolar mazmun jihatdan bir-biriga yaqindir. Bu ayet müşriklarga qilingan tahdiddir. Rostini Allah Teala bilgichidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar öz yolunlar boyunca hareket qilinglar. Bizmi öz yolumuz boyunca hareket qilayli. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutimiz. Her adam hidayet ve gumrahlıkta öz yolu boyunca iş qiladi. Rabbinglar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Yani bizning yoki sizlarningmi to'g'ri yo'lda, kimning to'g'ri yo'lda, yani bizning yoki sizlarningmi to'g'ri yo'lda emasliginglarni obdan biladi. Ve her bir kişiye onun qilgan qilmishlari qarta mukofot yoki jazo beradi. Çünkü Allah Teala'ga hech narsa yo'shirin bo'lmaydi. Ular senden ruhning mahiyeti to'g'risida so'rashidi. Ruhning mahiyetini Rabbim biladi degin. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Ruh to'g'risida. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Etizda Payg'ambar alayhisalom bilan birga ketib o'tdim. Payg'ambar alayhisalom qavmining sheyxiga tayinib olgan edi. Bir guruh Yahudi qishimizdan o'tib ketib, bir-biriga onundan ruh hakkında sual soranglar dedi. Bazısı bu sualını soruşning nemi zörriyeti var dedi. Bazısı o sizlar yaman ko'radigan javobni bermaydi dedi. Bazısı yanalar onundan sual soranglar deyishdi. Shuning bilan ular Payg'ambar alayhisalomdan ruh hakkında sual so'radi. Payg'ambar alayhisalom ularga hech qanday javob bermay jim turdi.
men payg'ambar alayhissalomga vahiy qilinayotganligini bildim. Men mu o'rnimda jim turaverdim. Vahiy tushib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom bu oyatni o'qidi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Rabbim biladi degan sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Gerçi bu suraning hammasi Makkada tushgan bo'lsa-mu, bir qarashdila bu bayon bu oyatning Madinada tushganligini va Yahudilar payg'ambar alayhissalomdan ruh to'g'risida savol so'raganda tushganligini ko'rsatdi. Buningga beriladigan javob shuki, bu oyat xuddi Makkada tushganidek ikkinchi qitim Madinada tushgan bo'lishi mumkin. Yoki payg'ambar alayhissalomga Yahudilar uningdan ruh haqida savol so'raganda tushgan vahiy payg'ambar alayhissalomni Yahudilarning so'ragan savollariga burun Makkada tushgan. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Rabbim biladi degan sizlarga faqat ozgina ta'lim berildi. Ozgina ta'lim berilgan degan oyat bilan javob berishga buyurib tushgan vahiy bo'lishi mumkin. Ibn Jarir Ikrimaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kitob berilganlar payg'ambar alayhissalomdan ruh to'g'risida savol so'radi. Ondan Alloh taolo ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Rabbim biladi degan sizlarga faqat ozgina ilm berilgan degan oyatini tushirdi. Yahudilar sen bizga ozgina ilm berildi deb o'ylamsan, bizga Tavrat berildi. Tavrat degan hikmatdir. Kimga hikmat berilsa, uningga ko'p yaxshilik berilgan bo'ladi dedi. Ondan Alloh taolo yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyo bo'lgan. Uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdimi, Allohning so'zlarini yezib tugatgil bo'lmaydi degan oyatini tushirdi va payg'ambar alayhisalom Alloh taolo sababi bilan sizlarni do'zaxdan qutqizadigan sizlarga berilgan ilm nihoyatda ko'p va yaxshi bo'lsa-mu, u ilm Alloh taoloning ilmiga qaraganda ozdir dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Yahudilar payg'ambar alayhissalomga sen bizga ruhdan va tandagi ruhning qandoq azoblanadiganligini deb bergin dedi. Ruh bo'lsa Alloh taoloning ilmidagi ish bo'lib, payg'ambar alayhissalomga ruh haqida vahiy tushmagan edi. Shunga payg'ambar alayhissalom ularga javob qaytarmadi. Ondan Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomga Alloh taoloning ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Rabbim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan degan oyatini ilib tushdi. Payg'ambar alayhissalom ularga bu oyatni o'qib berdi. Ular buni anglab, kim ilib keldi dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Menga buni Jibril alayhissalom Alloh taolo tarafidan ilib keldi" dedi. Yahudilar, "Alloh taoloning nomi bilan qasamki, sana buni bizning dushmanimiz debdi" dedi. Shuning bilan Alloh taolo aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgarikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi mu'minlarga bishorat berguvchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Ruh bilan jonning bayoni. Suhayl olimlarning orasida bo'lgan ruh jonning o'zimi yoki ruh boshqa, jon boshqa bir narsami degan ixtilofni bayon qilib, ruh to'g'risida mundaq dedi. U mayin havoga o'xshash narsadir. U tanda xuddi
su daraxtning yıldızlarida mangandek mangıdı. Perişte kichik balaga pü deydigan ruh tengi kirgen haman can hesaplanıdı. Ruh özü mevcut bolup turgan tenning qilgan qilmishlariga qarab yaxshi yoki yomon sifat bilan sifatlanadi. Ya'ni aram topquchi jon yoki tenini yomonlikqa buyrug'ichi jon deb ataladi. Xuddi daraxtning hayotligi suv bilan bo'ladi. Suv daraxtga singandan keyin yana suv deb atalmay boshqa ismlar bilan ataladi. Masalan, üzümge yetken su, üzüm sıkılgandan keyin mest qilg'uchi su yoki haraq deb ataladi. Hergizmi bu chaqda su deb atalmaydi. Eğer haraqni su deb atagan taqdirda, haraq bu chaqda öz ismi bilan emas, ko'chma ism bilan atalgan bo'ladi. Shuningdek, tendiki jonni ruh degan ism bilan atagan vaqtimizda canni ko'chma ism bilan atagan bo'lamiz. Ruh tenga kirib bo'lgandan keyin jon deb ataladi. Yuqorida deyilgan so'zlarning xulosasi ruh jonning asli va uning moddasidir. Jon ruhdan va ruhning tenga kirishidan tarkib topgandir. Jon hamma tarafdan emas, faqat bir tarafdanla ruh deb ataladi. Bu ruh haqida deyilgan yaxshi ma'nodir. Ruhning mohiyati va uning ahkomi haqida ko'plagan olimlar fikr bayon qildi va kitoblarni yozishdi. Bularning ichida bu masalada eng yaxshi kitob yozib qoldiruvchi Hafiz İbn Mendah degan kishidir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida İsra suresi tafsiridan 85. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.